Hurmatli radio tinglovchilar, dastur so'ngida biz ham xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik va xotirjamlik tilagan holda sizlar bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu bizlarga ibrat, ey zamindoshlar. Shu internetda ham bo'lar bo'lmas narsalarni yozaveradi. Telefonni qo'y uka, o'zingdan gapir. Do'kondoshlar qalay ketyapti? Yaxshi, rahmat. Kuniga nomiga 10-15 ming so'm urib qo'yaman, bo'ldi. Unaqa qing'irish qilsang qo'lga tushib qolasan-ku. Biznesingdan ayrilib qolishing mumkin. To'g'ri-yu, lekin har kunlik savdoni kassaga uraversam, keyin foydani cho'g'i ham kelmayadi. Undan tashqari har kuni keliningiz mayli buni yangisiga almashtiraylik deyapti. Uka, unaqa qilma. Kamroq bo'lsa ham halolidan top, barakasi bo'ladi. Bolam, halollikda baraka bor. Shunday kunlar bo'lganki, urush davrlarida otalarimiz, akalarimiz vatan himoyasiga ketganda biz yosh holatda front ortida xizmat qilganmiz. Masalan, dalada mehnat qilingan, zavod fabrikalarda ishlangan, shu topgan mablag'imizdan ko'p qismini frontga jo'natilardi. O'zimizga qoladigan o'sha bir nonni shu oilamizda nech kishi qolgan bo'lsak, shular bo'lishib yeyishardik. Shunda ham shikoyat, norozilik bo'lmas edi. Endi hozirgi kunimizda yurtimiz tinch, yurtimiz farovon, ammo shunday bo'lsa ham shu naliklarni to'lamaslik yo'llarini axtarishga harakat qilinyapti. Bu to'qlikka sho'xlik bo'lyapti. Qo'llarida o'sha mablag'lari ko'paygani bilan uni nopoklik yo'li bilan ko'paytirganligi tufayli undan baraka ko'tarilib ketadi. Mana shuning uchun to'lanadigan naliklarni vaqtida to'lab ado etilinadigan bo'lsa, bu naliklar bizga o'xshagan qariyalar, nogironlar va hokazo mana bularga nafaqa puli bo'ladi. Uzr bo'y, yoshlik qilib kalta o'ylabman. Endi yangi avtomobil olishni emas, soliqlarni o'z vaqtida to'lab, davlatga, xalqimga foyda keltirishga harakat qilaman. Albatta, bolam. Umid qilamizki, siz ham okangiz yo'llaridan borib, hamma orzularingizga erishasiz.